Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun mushu o'zimning izlanishlariga asosan hozir navbatda xalqimiz duch kelayotgan bo'libmi bak mushu muajiratdagi xalqimiz duch kelayotgan ro'y bismillah ustida tahlil ilib berib o'zimningki ba'zi tavsiyalarimni qarindoshlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Hammanglarning diqqat berishini umid qilaman. Ko'rayotganinglar shu o'tgan yilning oxiri va bu yilning beshi shu xalqarodagi cho'ng medialarda e'lon qilingan ikki xabar bo'lib, uning birida yana sol tarafidagida ko'rayotganinglardek uning temasi agar men so'zlasam, ya'ni Xitoy hukumati mening oilamni jazolashi mumkin degan temada bo'lib, bu muajiratdagi Uyg'urlarningki ba'zi andishalarga vakillik qiladigan bir maqola. O'ng tarafdagisi bo'lsa, bu yil 2 oyda e'lon qilgan yana bir maqola bo'lib, shu bo'libmi bak Türkiyədəki Uyğurlarınki shu Xitoy tahdidiga uchraganligi va o'zlarininki Xitoyga qaytarilish ehtimolidan andish qilayotganligi to'g'risida bo'lib, bu ikkilisi shu muajiratdagi Uyg'urlarninki andisha, qo'rqish va u sababdan kelib chiqqan ro'y bisimlarni belgili darajada aks ettirib turadigan bir xabar. Undaqda bu muajiratdagi xalqimiz hozir qandaq ro'y bisimlarga duch kelmoqda, ularningki asosli sabablari nima degan vaqtida oldi bilan bizning ko'z oldimizga keldigini shu mutlaq ko'p sondagi qarindoshlarga vakil xarakterlik bo'lgan sabab vatandagi urug' tuqqanlari va qarindoshlarning bexatarligidan andish qilish. Bu andisha hammamizda bor, mayli bizningki urug' tuqqanlarimiz oldiburun lagerga so'langan bo'lsin, yoki hozirgacha texa lagerga kirmagan bo'lsin, bu hammamizda o'rtaq mavjud bo'lgan bir andisha bo'lib, bu andisha sababidan o'xshamagan kishilar o'xshamagan jihatda ro'yi azobga uchirmoqda. Endi bu andisha hammamizda bo'ldi, lekin bu andisha muvofiq bir taraf qilinmagan vaqtida, ya'ni andishaga qarshi harakat ilib bormagan vaqtimizda, u bizningki psixika, ro'y sog'lomligimizga ig'ir ta'sir keltirishi mumkin. Bu nurg'un tadqiqotlar orqali isbotlangan masala bo'lib, buningdan biz nimani o'rganishimiz kerak degan vaqtida andisha hammamizda mavjud. Uning bizga keltirib chiqargan shu salbiy ta'sirlarni qanday qilish orqali tuvaltalaymiz, ya'ni bizningki o'zimizningki uzun muddatlik ro'y sog'lomligimizga qanday qilib kafolat qila olamiz degan vaqtimizda buningga men tuvanda ba'zi tavsiyalarni berib o'tmoqchi. Ikkinchidan, shu bizningki ro'y altimizga ig'ir ta'sir ko'rsatayotgan sabablarning birisi vatandagi urug' tuqqanlar va qarindoshlar duch kelgan zulmlar uchun hech ish qilib berolmaslik va o'zlarini chorasiz his qilish. Ya'ni bu bir qism qarindoshlarda bu bir necha yildan buyon davom qilayotgan bu fojialarni ko'rib, mayli men qandaq tirishimdan qat'iy nazar vaziyat kundan kunga ig'irlashib ketyotidi deb o'zlarini chorasiz his qilish, shu sababdan nima qilgan bekor deb qarash, o'zini inkor qilish, oxirida bir qism qarindoshlarniki sukut qilishni tanlash. Bu hozir muajiratdagi qarindoshlar duch kelayotgan ig'ir darajadagi ro'y bisim va uning sabablarining biri.
Üçüncüsü bo'lsa, vatandagi qarindoshlar duch kelgan zulmlar uchun o'zlarini gunohkor hisoblash, xo'rliq his qilish va yoki o'zini ayblash. Bo'libmi bak, mush yaqinda BBC qatorliq dunyodagi cho'ng medialarda e'lon qilgan ba'zi xabarlar sababidan nurg'unlarimiz o'zimizni gunohkor his qildik va o'zimizniki mushu vatanda yuz berayotgan fojialar tufaylidan o'zimizni ayblashdik yoki bo'lmasa bir xil xo'rliq his qildik. Bu odatda mushu har xil urush yoki har xil cho'ng voqealiklardan, fojialardan saq qolganlarda bo'ladigan bir xil gunohkorlik his tuyg'usi bo'lib, bu mushu Ikkinchi Dunyo urushida saq qolgan Yahudiylarda eng ko'p ifodalanganligi uchun bu jihatda maxsus tadqiqotlar ilib berilgan, buni inglizchada survivors guilty deb atiladigan bo'lib, mushu insonlarniki o'ziniki yaqin urug' tuqqanlari har xil fojialarga uchrab, o'zlari yordam qilolmagan vaqtida men nima uchun ashlar bilan birga o'lib ketmayman deb o'zini o'zi ayblash tuyg'usidan paydo bo'ldi. Bumi mush insonlarniki ruhiy psixika sog'lomligiga ig'ir ta'sir ko'rsatadigan omillar. Shuni bilishimizki, vatanda yuz berayotgan bu fojialar hargiz ma'lum shaxsniki savalligidan bo'layotgan emas. Agar biz buninglik uchun o'zimizni ayblab, o'zimizni inkor qilsak, biz ro'y jihatdan texmi tugshab ketishimiz mumkin. Shunglashqa bu yerda biz cho'qim bu qayg'u, hasratni kuchga aylantirib, amaliy harakatga o'tib, mush o'zimizniki his tuyg'umuzdagi gunohkorlik his tuyg'ularimizni oqlashga, yuvishga terishi orqali bizniki ro'y sog'lomligimizga kafolat qilish mumkin. Bo'lmasa biz faqatla o'zimiz ayblab o'tiraversak, bizniki ro'y jihatda texmi tiz tugshab ketishimiz kelib chiqishi mumkin. Bu hem o'zimizga hem bizni biqib cho'ng qilgan ota-onamizniki orzusiga butunlay xilof va ziyonliq. Shunga biz o'zimizniki mushu ro'y sog'lomligimizni yaxshi saqlab, vatandagi xalqimizga bir ish qilib berishimiz uchun cho'qim amaliy harakatga o'tishimiz bakla zarur. Ayblashning o'zi hech qandaq o'zini ayblashning o'zi hech qandaq amaliy natija bermaydi. Faqat amaliy ishga o'tgan vaqtida anandan keyin biz ham vatandagilarga ham biz o'zimiz uchun bir ish qilgan bo'lamiz. Hozir hamda mushu vatan sirtidagi mujoratli xalqimiz duch kelayotgan yana bir mushu ro'y bisimning sababi bo'lsa, vatandagi urug' tuqqan qarindoshlar va do'st birodarlar bilan aloqa qilolmaslik. Ya'ni o'zlarini yolg'izlik va igichaqsiz hisoblash. Men bu haqda mushu 2019-yilning oxiri, 2020-yilning beshi bir torda raysinash ilib borgan. Uning natijasida mushu mujoratdagi mushu tekshirishga qatnashgan qarindoshlarningki vatan bilan bo'lgan aloqasi ko'rsatilgan bo'lib, bu raysinash qatnashgan qarindoshlarningki 59% vatan bilan hech qanday aloqaning yo'qligini o'tirib qo'ygan. 34% da cheklik aloqaning borligi, anandan keyin 5% qarindoshlar vatan bilan bo'lgan aloqasiniki yomon emas ekanligini, faqat 1% qarindoshlar o'zining normal aloqa qilayotganligini bildirishgan.
Buningdan ko'rib olishga bo'ldiki, yerimdan ortiq, ya'ni 59% bu raysinash qatnashgan qarindoshlarningki vatan bilan bo'lgan aloqasi butunlay uzilganligi uchun buning normal da shu o'zini alayda yolg'izlik his qilish yoki igichaqsiz his qilish degandagidek psixikalik shu ahvollarga ig'ir ta'siri bo'ldi deb qarashga bo'ldi. Bo'libmi bak shu o'tgan yildan buyon tarqalayotgan vabo tufaylidan aloqa o'zaro aloqa texmi cheklamaga uchirganlik uchun bizniki bu majorati qarindoshlar haqiqatan ro'y jihatda yolg'izlik his qilishi mumkin. Shunga bu masalada o'zimizningki shu ro'y sog'lomligimizga ta'sir ig'ir ta'sir yetkazishning oldini olish uchun cho'qim biz boshqalar bilan bo'labak o'zlarimizningki yurak so'zlarini o'rtaqlasha oladigan do'st birodarlar bilan izchil aloqa qilishimiz, o'zlarim ko'nglimizda o'ylaganlarni ular bilan o'rtaqlashishimiz bizningki bu yolg'izlik yoki igichaqsiz his qilishdan saqlanishdan muhim. Agar bu xil ahvol uzun muddat davom qilgan vaqtida bizning psixikimizdan, ro'y sog'lomligimizdan ig'ir masala chiqishi mumkin. Bu men yuqorida deb o'tgandek hammalarga ziyonliq. Hamda muajaratdagi qarindoshlar duch kelayotgan yana bir ro'y bisim bo'lsa, muajaratdagi turmush va xizmatdagi muqimsizlik va kapolatsizlik tufaylidan bo'libmi salohiyat masalasi hal bo'lmagan qarindoshlar yuzlangan Xitoyga qaytirilish xavfi va kasal ko'rsatishdagi qiyinchilik tufaylidan paydo bo'lgan ansizlik. Bularmi bizningki hozirgi shu muajirat qarindoshlarning ro'y psixik sog'lomlikka ta'sir ko'rsatayotgan muhim omillarning biri hisoblanadi. Ama yuqorida ozroq ta'kidlab o'tdim. Shu bizningki ro'y psixika holatimizga ta'sir qilayotgan yana bir omil shu butun dunyoga keng tarqalgan vaboninki ro'y, jismoniy va iqtisodiy tahdidi va u sababdan kelib chiqqan andishlar. Bu xil andisha hammamizda ozdir, ko'pdir mavjud bo'libmi bak vaboga qarshi har qaysi davlatlarda ilingan tadbirlar tufaylidan o'zaro badi keldi, aloqa, to'y-to'kun, o'lim yetim, nazar chiroq va har xil faoliyatlarning cheklamaga uchirishi bizda asl tilda mavjud bo'lgan bu ro'y bisimni texmi oshirayotgan bo'lib, bu sababdan nurg'un qarindoshlar boshqalar bilan aloqa cheklik bo'lgan aloqalarni qilolmaslik sababidan ro'y jihatda texmi azoblangan bo'lishi mumkin. Yuqorqi har xil omillarga, ya'ni har xil ro'y bisimlarga qo'shilib, shu muajiratdagi vatandoshlar yashayotgan har qaysi davlatlardagi shu turmush va har xil turmushda duch kelayotgan har xil o'ngsizlik tufaylidan texmi umidsizlanish va tushkunlanish kelib chiqishi mumkin. Men oldingi yillarda ilib berilgan ro'y sinashda o'lishni o'ylab baqdingizmi degan bir savol bo'lib, u savolga javob bergan qarindoshlarning ichida taxminan 4% qarindoshimiz o'zlariniki davomli o'lishni o'ylaydiganligini javob degan bo'lsa, bu ikki qitimliq tekshirishning oldingi qitimida 14%, keyingi tekshirishda 19% qarindosh o'ziningki ba'zida o'zini o'ldirib olishni o'ylaydiganligini o'tirg'a qo'yishgan. Ya'ni taxminan 23% qarindoshimiz kam deganda ba'zi vaqtlarda o'zini o'ldirib olishni o'ylab baqqan. Bu shu tushkunlashishninki
eng ig'ir bosqichga yetganligining ifodasi bo'lib, bu bizningki alohida e'tiborga ilishimizga arziydigan bir ahvol. Bu ahvol ig'irlashsa, bizningki fojialar yolg'iz vatan ichida emas, vatan ichida bo'lgan fojianinki oxiri vatan sirtiga tutashgan bo'ladi. Bu 23% odamning o'zini o'ldirib olishi alohida diqqat qo'zg'aydigan bir ig'ir darajadagi ro'y tushkunlashish va umidsizlik. Men buni burunqi so'zlarimda ta'kidlab o'tgan, bizniki bu masalaga sal qaramasligimiz, buni alohida bu masalaga alohida e'tibor berishimiz bizniki muajiratdagi Uyg'urlarniki kelgusi mavjudligiga nihoyat cho'ng ta'sir ko'rsatadigan bir ahvol. Men bu haqda tövanda o'zimniki ba'zi tavsiyalarimni o'tirib qo'yib o'tmoqchi. Hammamiz bilgandek, bu ishonch va umid bizni ro'y jihatda sog'lom tutib, to'g'ri tafakkur qilishimizga kafolat qilishda bak muhim rol o'ynaydi. Agar biz ishonch va umidimizni yo'qotsak, boshqa narsadan so'z ochqili bo'lmaydi. Shunga biz o'zimizning ishonch va umidini saqlab qilishimiz uchun har xil ro'y bisimlarga nihoyat yaxshi taqobil turishimiz, u ro'y bisimlarninki bizni mag'lub qilishning oldini ilishimiz bakmi muhim. Bu jihatda mayli har bir shaxs bo'lsin va yoki boshqa qarindoshlar bo'lsin, bu masalani alohida yaxshi tunib yetgan vaqtida bu masalaga, ya'ni bizniki ro'y sog'lomligimizga salbiy ta'sir ko'rsatadigan har qanday gap so'z va omillardan saqlana olishimiz mumkin. Men tövanda bu haqda o'zimninki ba'zi ko'z qarashlarimni qarindoshlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Yani qanday qilgan vaqtida biz texmi tushkunlashib ketishning oldini ilib, o'zimizningki ro'y sog'lomligimizni qo'g'day olamiz degan vaqtida biz cho'qim bilishimiz kerakki, vatanda yuz berayotgan fojialar hargizmi bir qism kishilarning beshiga kelgan fojia bo'lmasdan, balki butun xalqimizning beshiga kelgan o'rtaq fojia bo'lib, vatandagi xalqimiz uchrayotgan zulm hammamizni azoblaydi. Shunga biz bu zulmga o'rtaq qarshi turishimiz, duch kelgan qiyinchilikning ustidan o'rtaq g'olib kelishimiz kerak. Konkret qilib aytgan vaqtida biz vatandagi ahvollarni xabar qilgan vaqtida o'zimizning subjektiv his tuyg'ularimizni bak aralashtirib vatandagi ahvollarni aynan xabar qilish bilan birga xalqimiz qirilib tugab ketadi, hech kim bizga ko'ngil bilmaydi degandek insonlarga vahima paydo qiladigan salbiy so'zlarni bak ko'p qilmasligimiz va yoki qilgan so'zlarimizning boshqalarga ilib keladigan salbiy ta'siriga alohida diqqat qilishimiz kerak. Chunki garchi bizningki bu so'zlarni qilishdagi orzu istaklarimiz to'g'ri bo'lsa-mu, biroq ba'zida to'g'ri orzu to'g'ri natija berishi notayin. Ya'ni biz mushu odamga vahima paydo qiladigan so'zlarni qancha ko'p qilsak, ba'zi ro'y jihatda o'z ishonchisini yo'qotgan yoki ig'irdan tushkunlashgan qarindoshlarga texmi ig'ir zarba berishi, texmi umidini yo'qotishi mumkin. Misolan, mushu bizga alohida yordam berayotgan yoki bizning da'voni qo'llayotgan Amerika yoki Yevropadagi ba'zi davlatlarga nisbatan bular Xitoyning puliga setilib ketdi yoki Xitoyning qo'liga o'tib ketdi, endi Uyg'urlarga yordam qilmaydi degandagidek bundaq negativ gaplarni
ko'p qilmasligimiz kerak. Chunki bu davlatlar agar haqiqatan shundoq bo'lgan taqdirdami, bizning bu gaplarimiz bilan, bu toptana xopiliqlarimiz bilan ular siyosatni o'zgartishi notayin, lekin bu gaplarninki bizga bo'lgan salbiy ziyni nihoyatda ig'ir bo'ladi. Albatta, hamma davlatning o'zining davlat manfaati va u davlat manfaati bo'yicha ish qilishi mumkin, lekin biz o'zimizningki toptana so'zlari bilan ba'zi negativ gaplarni ko'p qilgan vaqtimizda insonlarimizningki ig'ir darajada umidsizligini keltirib chiqishi, kelgusiga bo'lgan ishonchni texmi yo'qotishi mumkin. Shunga biz so'zlagan vaqtimizda umumlikni ko'zda tutib, shu xalqimizga ilib keladigan salbiy ta'sirlarniki paydo bo'lishidan saqlanishimiz nihoyatda muhim deb qarayman. Yana bir tavsiya, nima qilsak bekor, dunyoda adolat qolmadi, hamma odam o'z manfaati uchun xizmat qiladi degandagidek boshqalarning ishonchini yo'q qiladigan salbiy so'z iboralardan amal bor saqlanishimiz yoki undaq so'zlarni ko'p ta'kidlamasligimiz uning anglag'uchilarga ilib keladigan salbiy ta'siriga alohida diqqat qilishimiz kerak. Bir odamga nisbatan ishonch nihoyatda muhim. Agar bir odam ishonchini yo'qotsa, kelgusiga bo'lgan qizg'inligi va intilishini yo'qotishi mumkin. Ya'ni undaq odamlar kelgusiga hech qanday talabi yo'q bo'ladi, talabi bo'lmaydigan bo'lib, faqat kun o'tkazish uchun yashaydigan bo'lib qilishi mumkin. Ya'ni biz insonlarningki shu ishonchini, umidini yo'qotsak, bundaq insonlar da'voga emas, hech bir ishga qiziqmaydigan bo'lib qilishi mumkin. Shunga biz xalqimizningki ishonchini yuqori ko'tarish, aktivchanligini yuqori ko'tarish uchun boshqalarga umidsizlik ilib keladigan negativ so'zlarni qilmasligimiz, ya'ni boshqalarningki qilayotgan ishlarni oldirab inkor qilmasligimiz yoki yo'q chiqarmasligimiz kerak. Ya'ni insonlarga umid beradigan gaplarni ko'proq qilishimiz, andan keyin o'zaro dastak qo'llashimiz bizningki umumiy xalqimizningki shu ruhiy sog'lomligini kapolatga erishtirishda nihoyatda bak muhim. Yana bir tavsiya, o'zaro hujum qilish va yoki o'zaro inkor qilishdan saqlanishimiz kerak. Shuni unutib qolmasligimiz kerakki, biz boshqalarni bağlagan vaqtimizda bizmi boshqalarning bağlash obyekti bo'lamiz. Biz boshqalarni inkor qilish orqali ularni to'g'ri yo'lga boshlay olmaymiz. Biz boshqalarni haqorat qilish orqali ularni millatga foydali odam qila olmaymiz. Hech birimiz tug'ilishdanla siyosatchi, diplomat bo'lib tug'ilmagan. Boshqalarni harakatga keltirishda eng muhim bo'lgani inkor qilish emas, balki rag'batlantirish, to'g'ri yo'lga yetaklash. Shunga biz boshqalar bir ishni qilgan vaqtida uni oldirab inkor qilish emas, agar uningki ziyonli tarafi bo'lmasa, biz uni to'g'ri yo'lga boshlashimiz, rag'batlantirishimiz, ularni texmi ko'p jasoratga ega qilishimiz kerak. Faqat shunday qilgan vaqtimizda bizningki shu insonlarimizningki ruhida aktivlashish yuz berib, yolg'iz bu ruhiy sog'lomlik to'valab ketishningki, nacharlashib ketishningki oldini ilishli bo'lib qolmasdan, balki xalqimizningki shu da'voga bo'lgan qizg'inligini yuqori ko'targili bo'lishi mumkin. Oxirida shu mavjud masalani hal qilishga kuchimiz yetmasa, hech bo'lmagan vaqtida masala paydo qilmasligimiz yoki mavjud masalani texmi murakkab qilishdan saqlanishimizni alohida ta'kidlab o'tmoqchi. Bizda
oyoqning qandoqligini put biladi deydigan ot so'zi bor bo'lib, har kimning dardi o'ziga ig'ir. Boshqalar bizning oyog'imizni kiyib boqmaganligi uchun ularning biz his qilgan his qila olishi notayin. Masala hal qilishda eng muhim bo'lgani boshqalarni asossiz ayplash va inkor qilish emas, balki o'zaro tushunishdir. Ya'ni o'zimizningki dardini boshqalarga majburiy tengish emas, balki boshqalarningmi menga o'xshash dardi bordir, ularmi menga o'xshash bir tirishchanliklarni ko'rsatayotgandir deb tushunsak, bizningki ba'zi ko'z qarashdagi farq tufaylidan kelib chiqqan nurg'un ixtiloflarni azaytishimiz mumkin. Şuna bu yerda o'zaro tushunish nayti muhim, o'zaro tushunish orqali o'zaro destaklash, o'zaro qo'llash borliqqa keladi. Shunlashqa biz shu umumiy xalqninki shu ro'y sog'lomligimizga kapolat qilib, bu fojiadan o'rtaq g'alaba qilish uchun biz cho'qim bir-birimizni qo'llashimiz nayti muhim. Endi men bugungi bu leksiyani shu Amerikaningki dangliq yozuvchisi Dale Carnegie'ninki bir ig'iz so'zi bilan oxirlashtirmoqchi. U mundaq degan ekan, harakat qilmay jim o'tirish gumon va qo'rqinch paydo qildi. Harakat qilish ishonch va jasorat paydo qildi. Agar qo'rqinch ustidan g'olib kelishni o'ylasangiz, uyda jim o'ltirib o'ylayvermay, sirtqa chiqib harakat qiling. O'zingizni aldirash tuting. Ya'ni demakchi, bizningki vatandagi fojialarning bizning ro'yi holatimizni vayron qilishdan saqlanish uchun cho'qim biz harakat qilishimiz kerak. Yani sirtqa chiqib harakat qilishimiz, har xil faoliyatlarni elib berishimiz, o'zimizni oldirash tutishimiz kerak. Faqat va faqat shunday qilgan vaqtimizda bizningki ro'y jihatda tugishab ketishimizningki oldini olg'ili bo'ldi. Biz faqat ro'y jihatda sog'lom bo'lgan vaqtimizda bizningki tafakkurimiz sog'lom bo'ladi, anandan keyin qilayotgan ishlarimizning unumi bo'ladi. Bo'lmasa biz qaqshab o'zimizni o'zimiz ayblab o'ltirganimiz bilan hech qanday ish mavjudga chiqmaydi. Oxirisida ziyon tortquchi o'zimiz bo'lamiz. Bugungi leksiyani mushu yerda oxirlashtirmoqchi. Hammanglarningki diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Men bu leksiyani faqatla o'zimniki mushu izlanishlarga asosan tayyorlab chiqdim. Albatta bu hamma jihatdan hamma jihatni o'z ichiga olgan to'liq bir leksiya bo'lishi notayin. Shunlashqa qarindoshlarningki anglab fikr berishni tövəllik bilan so'rayman. Men bu keyingi leksiyalarimda mushu jihatda agarda o'xshamagan ko'z qarashlar yoki o'xshamagan manbalardan kelgan ba'zi taklif fikrlar bo'lib qolsa, men keyingi leksiyalarimda yana so'zlab o'tishim mumkin. Hammanglarning ko'ngil berganinglarga rahmat, xayr xo'sh, Xudoga omonat. Keyingi leksiyalarda ko'rishaylik.